Ertalab 3 talik Aristonni tugatdik deb video qildim. O'ziga risi videoni biz akasimiz bor edi. Uni ham borib chiroyli qilib berib, yangi holatga keltirib berib, tozalab ketdik. Video olishga imkoni bo'lmadi, chunki og'zaklarga vaqt kam qolayotgandi. O'shaning uchun tezroq qilib berib ketishga, o'tib ketishga to'g'ri keldi. Hozir mana shu murojaat bo'yicha kelganmiz. Mana shu Ariston bu murojaati. Bunda qaranglar, Ariston portlamaydi desam ishonmayapti-da ko'pchilik. Bunda mana aybini topganmiz. Terma datchik ishlamay qolgan, to'xtovsiz suvni qizdirib qolgan. Uydagilarning aytishi bo'yicha to'xtovsiz ishlab qolgan, o'chmagan, suv qizigandan keyin ham o'chmagan. Mana biz hozir mana terma datchiklarda tekshirib aniq diagnoz qo'yib, terma datchik ishlamay qolganiga ishonch hosil qildik bunda. Birato'la hozir buni pastga tushirib, ochib, tozalab, yangi holatga keltirib berib ketamiz. Obratniy klapani ham ishlamay qolgan bunda. Keyin obratniy klapan tomonidan fishillab ortiqcha bosim ochilib ketib, pollarga suvni ochib tushib ketgan. Qo'rqitgan xullas kalom. O'shaning uchun aytamanki, albatta mutaxassisga 2 yilda bir marta tekshirtirib tursangiz, o'zingiz uchun bexavotir bo'ladi. Mayli u portlab ketmasin, iloyim hech kimda Aristonni portlamasin, lekin chirish xavfi yo'q bo'ladi.